Hozirgi kunda bu granata muammosi hamma avtomobilda bo'lib qoldi. Granatani birinchi o'rinda ketishiga sabab pinniga yirtilib suv kirishida. Hozirgi ko'pchilik avtomobillar granata pinnigini mana bunday rezinka qo'yib yuborishyapti. O'zi aslida pinnigi kapron bo'ladi. Mana qattiq plastmassali kapron pinni bo'ladi. Albatta bu kapronli pinnini qo'ysalaring, avtomobillaringdagi granata uzoq vaqt xizmat qiladi. Granatani ketishini ikkinchi sababi bo'lsa, bu xamutlarida ko'rayotgan narsalaring Xitoy xamut deyiladi. Ya'ni granatani pinnigini ushlab turadigan, qisib turadigan xamut. Ana shu xamutni ham iloji bo'lsa, original burama xamutdan qo'yilsa, ishlaring sifatliroq va granatalaring yana ham uzoqroq xizmat qilib beradi. Yangi granatani qo'yib bo'lgandan keyin albatta chekka tomonini germetka qilishni tavsiya qilaman. Sababi pinnini kirgizganlaringda germetka yaxshilab ushlab qolib, ichkariga umuman bir tomchi ham suv olib kirmaydi. Shu bilan granatalaring yana ham uzoqroq xizmat qilib beradi. O'zlaring ham xursand bo'lasizlar. Mana o'zlaring ko'rishlari mumkin. Pinni original, germetkalab, original xamutlar bilan ishlarni chotka qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ishlaringizni sifatli va garantiyali qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin.